O'qituvchi qanday qilib 8 varroqlik ma'lumotni 20 daqiqada o'quvchilarga o'zlashtirishga yordam berishi mumkin? Bilasizmi? Bu bir eshitganda juda murakkabga o'xshaydi, aslida esa bu oson. Bu videoda buni qanday qilish mumkinligini tushuntiraman. Aniq hayron qolasiz. Bilasizmi, ma'lumotlarni o'quvchilar o'zlashtirib olishlarida eng ko'p gumanitar, ijtimoiy, hattoki analitik fanlarning nazariyasini o'zlashtirishda juda qiynalishadi. O'zbekistonda nima uchundir bu masalani xotira bilan bog'lashadi, lekin ishoning, bu jarayonda anglash juda ham muhim. Nazariy ma'lumotlarni 100% anglashga qaratilgan juda ham ko'p metodlar bor. Afsuski, juda ko'pchilik o'qituvchilar bu metodlarni bilishmaydi yoki foydalanishmaydi. Hozir sizga 5 ta shunday vaziyatda qo'l keladigan interaktiv metodlarni sanab o'taman. Bu metodlar ishoning 20 daqiqada 8 va undan ko'p varroqlik ma'lumotni o'quvchilar 100% eslab qolishiga katta yordam beradi. Bular soat millari metodi, tashqi va ichki doira metodi, o'z o'rningni top metodi, shu bilan bir qatorda o'ylang, juftlang, ayting metodi va albatta qor uyumi metodi. Bu videoda bu metodlar haqida batafsil ma'lumot berishim juda ham qiyin, vaqt yetmaydi, lekin sizni qiziqtirganiga ishonaman. Shuning uchun hoziroq izohlarda 5 raqamini qoldiring, men sizlarga direktdan aynan mana shu metodlardan birini qo'llanma sifatida jo'nataman.